Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun Meros firmamizdan yangi xolodilnigimizni sotuvga chiqardik. Bu 2 metrli xolodilnigimiz uzunligi 2 metr, eniga esa 104 sm, balandligi 122 sm dan iborat. Mijozlarimiz foydalanadigan joy tovarlar terish uchun qulay, og'ir tovarlar terish uchun qalin nechavaga listlardan foydalanganmiz. Razmerlarga kelsak 75 sm dan iborat. Motorlariga kelsak, ekonom motor, ko'klarni ekonom qiladi. Radiatorlarni tozalash uchun qulay, ochib qo'yishga qulay qilingan. Tokilarda yana ham ekonom qilish maqsadida quyma penadan foydalanganmiz. Tepa qismi, hamma qismi penadan, quyma penadan iborat. Orqasida 2 metr kamera mavjud. Motorda yaxshi ishlash uchun ana bunday reshotkalar qo'yilgan. Ventilyatsiya bilan ishlaydi. Tovarlarda joylashda keng surma eshigidan foydalanilgan. Mahsulotlarda smetana, tvorog, shunga o'xshash tovarlarda joylashda hech qanday muammoga uchramaysizlar. Bu xolodilnigimiz hozir uzunligi 2 metr. Buni 2 metr, 3 metr, 4 metrgacha yasab berishimiz mumkin. Xolodilniklar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin.